Tushunmayapman, men eshitmayapman yo, tog'a. Nimani qo'yibdi? Ha. Siz bularni buzmang. Gapirmang bularga. Nima qanaqasidan qo'yibdi deyapman. Ha. Mana xo'jayinlar mastava montilarni maza qilib, xatolar bilan yeyishlar. Kelinlardan ham zo'r qilibdimi? Kelinlar bunchalik qila olmaydi. Salatlarni qarang mana. Rahmat. Hech xavotir. Bunaqa shirin ovqat yeyilmagan. Haqiqatda qiymali. Tugada bizda. Bu yerda bor mana. Ishda ham beramiz. Maza qilib yeyishdi. O'yda hozir toqalar ham bor mana. Uydagi sharoitdan ham nihoyatda zo'r mana. Choylar, kofe, limondan suvlar, tarvuz, salatlarni har xil. Boshqa ko'ryapgan. Jolatom. Faqat shu Mana shu firmadan kelaveradi-da. Mayli. Hocalar qiladiganlar tayyor bo'lib yuvinib mehmonlarni kelib 3 soat bo'yicha. Hovurda ham haqqiga duo qilib qo'yasiz. Hoca. O'ziga yoritganlarga qiladiganlar Ve hoca kiyimler bujinga kutib o'tirishdi. Ko'rib yuraman-da, olib qo'yapman anaqa deylar yana. Ketganinglardagi hali uyga ko'rib o'tiraman men. Hojaga tuziymisiz? Kim oli? Sizmi? Nimaga? Bolalaringizga tashab beraman. Ha? kaniga algida qo'yib turib, Ha. Yanilariga qo'yib. Ustaman-be unaqalarni tashab beraman, ko'rasiz. Qani bojes, qani bojes? Yaniga mana azalilardan qo'ymayman olmasam. qanaqa qilib qo'ydim-da. Ha. Qo'llarga to'g'ri olmaysizmi? Quruq malaqa yeyapti. Yo'q. Keladi, shashlik aytib qo'yganman hozir, keladi hozir. Upa sabr qilib turinglar. Boshdan yevasin-da. Ha, salatlarni olib kelyapsizlar. Qoyil, qiymali mastava mon qarang. Montini qarang. Hozir ichlarini ko'rdim. Mashinda jumbayoqlar sopdi, katta. Men hojayam mana to'rttadan yedim mana hojayam. Mana qonni rosa to'q mana. Mana xotinam rosa bir qonni och xotinga emas. Nuqul yegani kelibdi. Anaqa qilish kerak bu yerda. Hali xonalarimizni aylantirdik. Va xolaman maza qilib o'ynab yuribdi. Uydagilar hech xijolat olmaylar, qizlari, o'g'illari mana. Qani montilar qanaqa ekan? Yaxshi ekanmi? Zo'rmi? Mana. Hammasi zo'r ovqatlanyapti. Hech ham xijolat olmaylar. Uyda yo'q bunaqa narsa. Uyimizda yo'q. Mana hamma yo'q bor. Montilar, mastavalar, qo'y go'shtida
nihoyatda chiroyli ovqatlarni yeyapti. Yani o'ylamaylar yana. Kelinlari bor bu yerda ham mana. Chunki mana kelinlar ovqatlar qilib, salatlarni qilib, mana nonlarni yopib bergan. Boshda deganda oldiga tutadigan kelinlar bor. Hech xavotir olmanglar mana. Hammasi mana ovqatlarni yeb, maza qilib, montilar rosa zo'r, somsalar, nihoyatda chiroyli, chirin. Men eshitmayapman yo, tog'a. Nima bo'ladi ham jamoat. Nimani qo'yibdi? Ha. Siz bularni buzmang. Gapirmang bularga. Nima qanaqasidan qo'yibdi deyapman. Ha. Mana xo'jayinlar mastava montilarni maza qilib, xatolar bilan yeysizlar. Kelinlardan ham zo'r qilibdimi? Kelinlar bunchalik qila olmaydi. Salatlarni qarang mana. Rahmat. Hech xavotir. Bunaqa shirin ovqat yeyilmagan. Haqiqatda qiymali. Lekin bu yerda bor. Tuyada bizda. Tugadi, motor ustiga. Bu yerda bor mana. İşte ham berib. Maza qilib yeyishdi. O'yda hozir tog'alar ham bor mana. Uydagi sharoitdan ham nihoyatda zo'r mana. Choylar, kofe, limondan suvlar, tarvuz, salatlarni har xil. Boshqa ko'rayotgan Jolatom. faqat shu Mana shu firmadan kela oladi-da. Mayli. hojonalar bilan qiladiganlar tayyor bo'lib yuvinib mehmonlarni kelib 3 soat bo'yicha Hovurda ham haqqiga duo qilib qo'yasiz. Hoca. o'ziga yoritganlarga qiladiganlar shu. Ve hocaga ular bujinga kutib o'tirishdi. Ko'rib yuraman-da, olib qo'yapman anaqa deylar yana. Ketganinglardagi hali uyga ko'rib o'tiraman men. Hojaga tuziymisiz? Kim oli? Sizmi? Nimaga? Bolalaringizga tashab beraman. Ha? kaniga algida qo'yib turib, Ha. Yanilariga qo'yib. Ustaman-be unaqalarni tashab beraman ko'rasiz. Qani bojes? Yaniga malazalilardan qo'ymayman olmasam. Qanaqa taqibdim-da? Ha. Qo'llarga to'g'randa olmaysizmi? Quruq malaqa yeyapti. Yo'q. Keladi, shashlik aytib qo'yganman hozir, keladi hozir. Bir sabr qilib turinglar. boshdan yevasin-da. Salatlarni olib kelyapsizlar. Kelinlar, qizlar olib qo'ygan.